Sigirimiz savdo bo'lyapti ekan. Sigir shvedga rangi. Buni bolasi qayerda desalar, bolasi bunda ekan. Hisobiga tushsa oladi. Bolasi bunda ekan. Bolasi erkak ekan. Mana onasi. Savdo bo'lyapti. Ha, blogini qilyapsan? Ha. Ana qancha savdo bo'lyapti? 25. Qancha savdo bo'lyapti? 25 bo'lyapti. Onun bolasi? Bolasi o'sha. Bolasi erkak-a? Erkak. Ilg'och ekan bolasi, adashma. Nechta suti bor buni? Ertalabgacha 7 suti bor ekan. Nechta tuqqan? Nechta tuqqan? 3-bola. 3-bolasi ekan uni. Qancha savdo bo'lyapti? 25. O'zi qancha so'rayapsiz? 25 ming bo'lyapti ekan, 30 ming so'rayapti. 7 ta suti bor. Biroz sigirimiz ham savdo bo'lyapti shekilli. Ha? Bolasi ekan. Qancha deb? Aka qancha deb? Bozor qancha? Aka bolasi nima? Aynen, bolasi ilg'och ekan. Aka uni sigirni qancha so'raysiz? Aka, qancha so'raysiz? 26 ming so'rayapti ekan. Buni sigirimiz sotuvga chiqarildi. Sigirga sal boqib kerak ekan. Bu aka nechinchi sho'xshi? 3-chi bolasi ekan. Nechta suti bor? 6 ta suti bor, bolasi erkakmi? 6 ta suti bor ekan. Mana bolachasi erkak. Bolachasi erkak ekan. 3-chi bolasi qornida yo'qmi? Gumoni bor. Gumoni bor ekan. Necha oylik gumoni bor? 1,5 deb qo'yadi gumoniga. 1,5-2 oylik gumoni bor ekan. 3,5 oylik buzoqcha ekan. Erkak. Qancha so'raysiz bu bolaga? 28,5 million so'rayapti ekan. Kam bor. Kam bor ekan. Bozorda o'xshamasa nomer qo'yamizmi? Yo'q. Bosh nomerni ayting. 90lik. 90lik 928 928 42 28. 4228. Agar bozorda o'xshamasa bir telefon qilib ko'ringlar. Akamiz aloqada. Yaxshi sigir ekan. Kimga kerak bo'lsa nomerlarni aytib aloqaga chiqaverasizlar.